Sog'lik bu tugaydigan boylik. Tugaydimi? O, assalomu alaykum bratim, qanaysiz? Qo'qonliklar va Uchko'prik tumani aholisi diqqatiga. Bo'ldimi shu? Ama nima qilyapti bu? Shunday. Ye. Uyqusizlik, miya dam olmaslik bo'ldi shekkacha. Ye. Hozirgi paytda yosh va yoshi katta ota-onalarimiz va bobomiz, buvijonlarimizda Ye. to'xtab qoldimi? Ko'plab dori-darmonlar olgan, lekin ta'sir qilmay qo'ygan. Stress va doimiy bosh miyadagi og'riqlar, bel va bosh og'riqlari, Qalbingiz nima deyapti aka? Qalbingiz nima deyapti? bel va bo'yin sohasidagi og'riqlar, grijalarning paydo bo'lish holatlari juda ko'p uchramoqda. Efir sizlarga yoqyaptimi, yo'qmi? Shularni inobatga olgan holatda Top Victoria Medical klinikasi tomonidan haftaning har shanba ushbu bemorlarimizga mutlaq bepul tekshiruv ko'riklari. Odam miyasini har minutda, har sekundda apnayot qilish kerak. Haftaning shanba kuni ushbu aksiyada siz ham qatnashib, salomatligingizni tiklashga birinchi qadamni biz bilan tashlang. Yer rahmat. Batafsil ma'lumot olish uchun va ro'yxatdan o'tish. Albu. Ya. Abuning balangi bu. Batafsil ma'lumot olish va ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Aka shaftoli bormi? Dadam o'ldiradi akajon. Shunchaki kulib qo'ydim. Xolos. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz.